Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023 yili 10 oyning 9 kuni dushanba. Bundan 5 soat ilgari Stokholmdagi Nobel mukofotini taqdish komiteti bu yillik Nobel iqtisod mukofotini, ya'ni 2023 yillik Nobel iqtisod mukofotini Amerikadagi Harvard universitetining iqtisod fanlari professori, ya'ni to'g'risini aytmoqda, aniqlab aytmoqda, iqtisod ilmining tarixi, ya'ni iqtisod tarixini tadqiq qilgan iqtisodshunos Claudia Goldman xonimga berishni e'lon qildi. Qaror qildi ham e'lon qildi. O'tgan yil shu mezgilda men 2022 yillik Nobel mukofotiga erishgan 3 kishi to'g'risida ozroq so'zlab bergandim. Ya'ni burunqi Amerikaning Markaziy bankisining boshlig'i bo'lgan Ben Bernanke, Chicago universitetidagi David Dyke, andan keyin Washington universitetidagi Washington shtatidagi Saint Louis degan shaharga joylashgan Washington universitetidagi yana bir professor. Bu uchininki banklar bilan pul muomala kirisi o'tirisidagi munosabatni analiz qilgan, shu xil munosabatlarni tushuntirishga qo'shgan tuhfalar uchun mukofotga erishganligi haqida so'zlab bergandim. Shu vaqtda ba'zi anglovchilardan yaxshi fikr kelgan. Ya'ni bizning oramizdagi kishilar shundoq dunyodagi ishlardan, iqtisodiy ilmlardan xabardor bo'lishni haqiqatan yaxshi ko'radi ekan. Bugun men Claudia Goldman xonim va uningki iqtisod ilmiga qo'shgan qaysi tuhfasi uchun Nobel mukofoti deb bu yillik mukofotni unga berishni qaror qildi deganni qisqacha bir tushuntirib o'tay. Oldi bilan men necha vaqt hayotimda deb kelgan Eglik tilash melodiyasi degan kitob haqidagi yozmamda, shu kitobda kitob haqidagi bergan uchurimda ma'lum mazmunlarning borlig'ini men degan bo'ron ham eglik tilash haqida, ham ma'rif haqida deb. Shuningda ma'rif haqidagi mazmunlarda men Nobel mukofoti Uyg'ur olimlaridan zodi qanchalik yiroqlikda degan bir yozmani yozgan. Bu yozmani 10 necha yil burun yozgan, ammo bu kitob kirgizib qo'ydim. Sal batsani jiqroq bo'lsa-mu, ammo bir odamning Nobel mukofotiga, ya'ni ilm bilan mashg'ul bo'lgan bir odamning, fan bilan mashg'ul bo'lgan bir odamning cho'ng bir bayqashlarni qo'lga keltirgan, cho'ng bir nazariyalarni o'tirib qo'ygan odamlarning Nobel mukofotiga erisha oladiganligini, bu odamlarningki qandaq bir tarixiy sharoitda, qandaq bir ijtimoiy, texnikaviy sharoitda o'sib yetilganligi, qaysi omillarning buni ta'sir ko'rsatganligi haqida shu yozmamda, ya'ni Nobel mukofoti Uyg'ur olimlarining zoti qanchalik yiroqlikda degan yozmamda men to'xtalgan. Shuningda bir qism gaplarni degan Harvardga palonchi professorni ilib qilish, mukofotga erishib qilish mumkin degan gaplarni men Harvardda dars anglayotgan chaqda ba'zi o'quvchilar bilan suhbatga ishtirok bo'ldim degan shunaqa bir suhbatlarim bor. Bu Claudia Goldman xonimninki yo'ldoshi Larry Katz, Lawrence Katz deydi. Bu dangli iqtisodshunos, ya'ni emgak iqtisodshunosligi sohasida ko'z ko'ringan iqtisodshunos. Bu odam Harvard universitetininki iqtisod fanlari professori. Ya'ni ayol har ikkisi Harvard universiteti iqtisod fakultetininki professorlari. Ya'ni bu Harvard universitetininki iqtisod fanlari doktorlikni olgan odamlar odatda ba'zi davlatlarninki nima bo'ladi, iqtisod ministrlari bo'ladi, g'azina ministrlari bo'ladi. Masalan, Larry Summers degan shu. Ham shuning bilan birlikda bularning ichida Nobel mukofotiga erishganlarga biroz jiq bo'ladi. Ya'ni Nobel mukofotining ta'sis qilingan vaqti 1895-yili, buni ko'pchilik uqdi. Men kitobimda ashiliq temada Uyg'ur olimlari Nobel mukofoti elishdan qanchalik yiroqlikda degan temada bu to'g'ri so'zlab o'tganman. Ya'ni portlatqich dovrini kashf qilgan Alfred Nobel shu fan, adabiyot, tinchlik jihatda mukofot ta'sis qilishni vasiyat qilib ketibdi ayni vaqtda. Shundan keyin yo'l qo'yilib kelgan deb. Iqtisod fanlari bo'yicha mukofot, ya'ni iqtisod fanlari bo'yicha mukofot ta'sis qilish 1968-yilda yo'l qo'yilib, 69-yilda tunji qitim mukofot taqdirlangan iqtisod fanlari bo'yicha. Andan keyin ta hozirgacha 2023-yilgacha bo'lgan yarim asrdan ko'proq vaqtdan buyon 3 ayol kishi iqtisod fanlari bo'yicha Nobel mukofotiga erishdi. Bu uchning ichida qolgan ikkisi hamka boshqa sheriklar bilan erishgani bilan Claudia Goldman
tanha holda, yakka holda o'zining iqtisod ilmiga qo'shgan töhfasi bilan bu yillik Nobel mukofotiga erishdi. Ya'ni bu ma'naviy tartuqdan boshqa yana moddiy jihatda $1 million mukofot berildi degan gap. Bu ayolninki yo'ldoshi Lawrence Katz degan abayman deb o'tgan. Mana 2005-yili men bu odamdan bir mavsum dars olgan. Ya'ni emgak nazariyasi. Bu o'zi danliq emgak iqtisodshunosi. Nəhayət qızğın, dostana, nəhayət canlı adam. Bu Lawrence Katz degan adam dərsini şunda yaxşı ötüdigan. Şunun üçün mən bu ayolninki, bu kişinin ayolninki o iqtisodshunos ekanligini, Harvard universiteti ekanligini uqmaydi ekan. Men bugun xabardan ko'rdim. Xo'sh oldum bundaq aytgan vaqtda. Ya'ni siz ko'rgan, siz bilgan odamlar sharaf qozonsa xo'sh olsizga. Men bu xo'sh oldum. Bu adam yani şu Claudia Goldwyn'ninki yo'lchi Larry Katzmi shu asli men shu odamdan Nobel mukofotiga erishib qolamdiki degan amaliyotda ayoliga beribdi buni. Bunda qarab baqsam ayoli bilan ikkisimi birlashib shu ayollar bilan erlarning o'rtasidagi kirim farqi to'g'risida birlashib tadqiqot qilgan maqola yozgan ekan. Ammo Mao ayol Claudia Goldwyn degan ayol o'zgacha ekan. Ya'ni nima desa, Amerikadagi iqtisodiy faoliyatlarning tarixi to'g'risida qizdangan ayol ekan bu. To'liq kursni Cornell universitetida o'qitgan. Anandan keyin PhD doktorlikni Chicago universitetida o'qitgan. Anandan keyin Harvard universitetida 1989-yili mangulik iqtisod fanlarininki ta shu umrlik professor bo'lib baholanib ekan yoki shu xizmatga qo'yilib ekan. 1990-yili bir kitob yozib ekan. O kitobda Amerikadagi ayollarning 2 asrlik iqtisodiy tarixi degan shunday bir kitob. Ya'ni bir xil burun qarash nima desam, ayollar yani 20-asrlardagi nurg'un ayollarningki jamiyatdagi o'rni, ularning iqtisodiy kirimi haqida yozilgan tadqiqot maqolalari nima deb degansa, iqtisod oshgan sari ayollarning emgak kuchiga, emgak bozoriga qatnashish nisbati ish bardo degan shunday bir yakunlarni chiqarishib degan asosda iqtisodshunoslar qarashlarga ishinib degan. Chunki sonliq ma'lumotlar 20-asrlik sonliq ma'lumotlar shu. Ammo bu ayol 60-70-yillarda nurg'un ishlatlarga berib taki shu uçaqda bu sonliq ma'lumotlar hozirgi kunda kompyuterda saqlanadi, diskda saqlanadi. Ayni vaqtda burun o 70-yillarda ahvol unday emas. O arxivlar har qaysi ishlatlarga berib, ularning arxiv kitobxonlarga, kutubxonlarga berib, arxivlarni tekshirib, shu yerdan material chiqqan gap. Nurg'un jismoniy emgak bu ish. Bu ayol shunday izinib ekan. Ya'ni ba'zi Amerikaning shunday qatnash qolaysiz joylarigami, shunday o'zi yo'lda mashina olsa meni ilib ol, men mayaga borman deb o'zi o'ltirib, shu kitobxonda materiallarga qarab bu ayollar burun zodi qandaq ishlagan, qanchalik maosh olgan, qanchalik ish haqi olgan, soati qanchalik ish haqi olgan deb 200 yildan ortiq sonliq ma'lumotlarni bu ayol yig'gan gap. Bu nurg'unlagan, buning g'ayrat, jasorat ketadi, nurg'un jismoniy emgak, aqliy emgak ketadi degan gap. Mana mushular asosida 1990-yili kitobni yozgan gap. Bu ayolninki bayqishi nima desa, sanoatlashishdan burun amaliyotda ayollarning emgakka qatnashishi, iqtisodiy faoliyatlarga qatnashishi xeyli yuqori bo'lgan dedi. Ya'ni ayollar etsiz ishlarga, yezillik ishlarga qatnashgan. Paxtaga munosabatlik, to'qimchilikqa munosabatlik sohalarda ishlagan. Ammo yeziklik iqtisodning qurilmasi, iqtisodiy qurilma yezikligidan sanoatlikka qarab o'tgan vaqtda ayollarningki emgak iqtisodiy faoliyatlarga qatnashishi tuvalligan deb ahil qarashni bu ayol bayqagan. Yani iqtisod ilmida Nobel mukofoti mana shunday bir bayqashlarni bayqashlarni barliq keltirganlarga berildi. Nazariyalarni o'ttirib qo'yganlarga berildi. Ana bu ayol deganki, ya'ni 20-asrning boshlarida emgak qilish iqtidoriga ayollarning Amerika jamiyatida, asosli Amerika jamiyatidagi ayollarning rolini kuzatgan bu ayol. 20% ayol kishi xizmatga qatnashgan. To'y qilganlarning ichida bu son aram 5%. Nemishqa?
Chunki bu yerda har xil ayollarningki ijtimoiy o'rnining yuqori ko'tarilishi, iqtisodiy ahvolning yaxshilanishiga to'sal bo'lgan qonunlar bo'lgan gap. Ya'ni Amerika demokratik davlat deymiz-ku, lekin shunda bo'lsa-mu, yana ayollarga nisbatan bir xil cheklimlar bo'lgan. Ya'ni qasha ularningki to'y qilgan ayollarningki xizmatga kirishiga har xil yoshurun yoki ochiq oshkora ba'zi cheklimlar bo'lgan. Ya'ni to'y qilgan ayollar mandaq qilsa bo'lmaydi, ma xizmatlarni qilsa bo'lmaydi deb qonunlar chiqarilgan ekanda. Demak, masalani bayqash bir gap. Masalani agar u bir narsa kasal bo'lsa, u taraqqiyotga, sog'lomlikqa xilof ish bo'lsa, masala bayqash kerak. Shunaqa anandan keyin uning nimaligini bilgandan keyin uning amalini qilish kerak, tadbirini qilish kerak. Anangi 20-asrdan keyin endi barbara 3-kasb, ya'ni mulozimat kasbining ko'payishiga ergashib, ayollarningki emgak qatnashi yana biroz ko'paygan gap. Demak, bu yerda bu ayol deydiki, heliqi iqtisodning ishiga ergashib ayollarning emgak qatnashi ishmangdi degan qarash bir taraflama deydi. Ilgari sanoatlashdan burun ayollarningki emgak qatnash faoliyatimi yuqori bo'lgan, aktiv bo'lgan, yuqori bo'lgan deydi. Ham uning bilan birlikda bu ayolningki asosliq ideyasi ayollarningki emgak kuchi bozordagi roli deganida oila qurgandan keyin, to'y qilib oila qurgandan keyin, farzandlik bo'lgandan keyin bularning onalik mas'uliyati bo'ladi. Anandan keyin yana shu 70-yillarda, 60-yillarda paydo bo'lgan pilalli tug'ut dorilarning maydonga kelishi qatorliqlar, yana tug'utni kechiktirish qatorliq vositalarningki ayollarning ma'rifiga, kasbiga bo'lgan ta'sirlari mana yuksak bo'lgan deb mushularni deyish orqali ala ahvol, ya'ni o'xshash bir xizmatni o'xshash bir sifatdagi ayol ishlasa, yana o'xshash diplomi bor, o'xshash kasb bo'lsa, bular tang qilish kerak demoqchi. Amaliyat unda emas, hatto Amerikadagi demokratik davlatdami o'xshash ishni ishlasa, erlar $1 ma'lum bir ish uchun erlarning erishgan har bir dollarga nisbatan ayollarning erishgan around 82 sent deydi. Yevropada bo'lsa, ayollarning o'xshash ishga, o'xshash ahvolda Yevropada 13 sent töven deydi. Ya'ni taraqqiy qilgan ellardimi, iqtisodiy taraqqiy qilgan ellardimi, ayollarning ish haqqi masalasida farq bor. Ya'ni erlar ko'proq maosh oladi ayollarga qaraganda. Bunun qarablam, bizning mening professorim ayol kishi nurg'un maosh oladi, palonchi advokatda ayol kishi manda pul oladi degan bilan bo'lmaydi. Bu butun jamiyatdagi umumiy ahvolni ko'zda tutib, yakka ahvolga qaramaymiz, umumiy ahvolni ko'zda tutib deymiz. Ya'ni umumiy ahvolda iqtisodiy taraqqiy qilayotgan, taraqqiy qilgan davlatlarda ahvol aytig'ir. Ya'ni ayollarningki ish haqqi, xizmatga qatnashishi, ish haqqi jihatda ayollarningki fursatlari aytdi to'van. Iqtisodiy taraqqiy qilgan ellardimi? Amerikadek masalan qonun orqali idora qilingan davlatlardimi? Yana ayollarningki ish haqqi jihatda, maosh jihatda bularningki oladigani erlarnikiga nisbatan to'van deydi. Unda bo'lsa bu tadqiqotchilar, iqtisodshunoslar siyosat belgilamaydi. Bular masalalarni bayqaydi, ma'lum nazariyalarni o'tirib qo'ydi. Anandan keyin buni jamiyatga taqatgandan keyin jamiyatning har bir a'zosining o'ziningki parlamentda saylagan vakillar bo'ladi. Shunaqa endi bularga besim qiladi. Bular qo'pab, "Ma tangsizlikni tugtayli" deydi degan gap. Demak, qonun chiqarish orqali siyosatga ta'sir ko'rsatadigan gap. Demak, ma ayolningki bayqini hargiz o'zi siyosat belgilamaydi. Yana shu ayollarning emgak kuchi bozoridagi roli shu 2 asrdan ko'proq vaqtdan buyon barbara o'zgarib kelgan. Ya'ni ayollarningki ko'z qarashi, ya'ni oilaga tutgan ko'z qarashi, xizmat tutgan ko'z qarashi, o'zidan qilgan umidlarmi barbara vaziyatning o'zgarishiga, jamiyatning o'zgarishiga ergashib o'zgarib mangan. Ilgari ayollar mening onam o'qibdi ekan, yaxshi kun ko'ranmabdi ekan, o'qimaychi deydigan. Yoki bo'lmasa, onam o'qimabdi ekan, yaxshi kun ko'ranmabdi ekan, men o'qib qolaychi deydigan. Bu shunday qilaqi. Onasining ahvoliga qarab turib, o'zining istiqboliga
Anasının tanlışıga qarab turib, o'zining tanlışıga ta'sir qiladigan, ta'sir ko'rsatadigan, shunga qarab barakat ilib boradigan ishlarmi bor degan mushu nuqtalarni yo'ritgan ham shuning bilan birlikda yana yaqinqi zamonda shu Amerika jamiyatida bir narsaga diqqat qilgan. Yani ayollarninki, qizlarning oliy ma'rif ko'rish, oliy ma'rif, yuqori ma'rif ko'rish nisbati oshgan, erlarga nisbatan oshgan. Yani ko'p qizlar, ko'p ayollar o'qiydi degan gap. Ammo shunday bo'lsa-mu, bularninki xizmatlarda yuksalishi, yuqoriroq o'rinlarga chiqishi, yuqori maosh olishi erlarga qaragan vaqtda yana to'varak. Bu nimishqa deb buni savol qo'ygan gap. Va bu ayolning 15 yillik bir tadqiqot jarayonida bayqini shu bo'lganki, ayollar xizmatga kirib to'y qilgandan keyin, to'y qilib birinchi, ikkinchi bolasini olgandan keyin, birinchi, ikkinchi bolasini tuqqandan keyin bularninki maoshida, xizmatida biroz to'xtash bo'lib qoladi. Erlar bu xil chaklimga uchirmaydi degan mushul bayqashni qilgan gap. Ya'ni 9 ay 9 kun qo'zoq ko'tarib bola tug'ish, anandan keyin o bola bu vaqt chaqda uni qo'yib ishga bog'lanmaydi. Yangish uchun ruxsat so'rash kerak, 3 oydan tortib 6 oygacha. O jarayonda maoshi kesiladi, maoshi tuvallaydi. Qilayotgan ishlari biroz to'xtab qoladi, silkib qoladi. Mushuning ta'siri gavdalik bo'lgan. Shuning uchun bu xil farqni yo'q qilish uchun hukumatlar qonun chiqarish orqali ayollar bola tug'imiz degan vaqtda ularning maoshini to'liq berish kerak yoki damlash vaqtini uzartib berish kerak yoki boshqa jihatlardan barobar qarash kerak degan shunday bir ideyani ilgari surgan. Shunga bu Claudia Goldman xonimninki o'zi shu 1990-yil yozgan kitobi va undan keyingi shu tadqiqotlari asosida hozir shu o'zining ko'z qarashlarini shunday beyitib, nima uchun shu iqtisodiy taraqqiyotlarda, nima uchun jamiyatlarda ayollar o'rtasidagi farq, ya'ni maosh farqi, kirim farqi bo'lib mavjud bo'ladi. Ba'zi jamiyatlarda cho'ngib ketadi, ba'zi jamiyatlarda tarib bu qisqarib mangdi degan shu masalalarni bayqallik uchun shu mukofotni bergan. Men bu ayolninki Nobel iqtisod mukofotini berish komitetiningki bir a'zosining bu ayol bilan so'zlashgan 6 minutlik bir nimasini ko'rdim. Telefon suhbatini angladim. Shuni deydi, bu ayol ninki ben 3. avlod Nobel iqtisod mukofotiga erishuvchi deydi, ustozlar jihatdan aytgan vaqtda. Bu ayol kimning qo'lida o'qib ketgansa, Gary Baker deganning qo'lida o'qib ketgan. U maxsus emgak kuchlari ta'limot bo'yicha Nobel iqtisod mukofotiga erishgan odam, Chicago universitetida Gary Baker. Gary Bakerning o'qituvchisi Bob Fogel ekan, Simon Kuznetkan. Simon Kuznat degan kishi Nobel 1971-yilda Nobel mukofotiga erishgan. Ya'ni Kuznet's curve yu shakllik Kuznetning siziqi degan shu ta'limotni o'ttirib qo'ygan kishi. Anandan keyin bu o'zi yana Cornell universitetida dastlabda o'z burun kichik chaqlarda biologiyaga qiziqayotganda, universitetda o'qiyotgan chaqda bir Fogel degan keyin Nobel mukofoti, iqtisod mukofotiga erishgan kishining bir darsini anglab qilib, shuning bilan qiziqib ketgan gap iqtisodga. Yana bu ayol kishining qarashicha iqtisod ilmini o'qiydigan ayollar intayin az. PhD o'qiydigan ayollar bakma az. Shu ayollar ko'proq iqtisod ilmini o'rganish kerak. Iqtisod ilmini o'rganadiganlar bir razvedkachi bo'lish kerak. Men o'zim bir razvedkachi, ya'ni bo'layotgan ishlarga qarab turib, bo'lgan ishlarga qarab turib, masala mavjud ekan, bu masalaning javobi nada deb izlanish kerak. Bu nereden keladi deganda mana shunday paketlik sonliq ma'lumotlardan, yig'ishdan, tadqiq qilishdan, analiz qilishdan keladi deb shuni o'tirib qo'ygan. Shunga men ko'pchilikka bu to'g'risida mo'shinchilik bir so'zlab beray, iqtisod ilmiga qiziqadigan qarindoshlar anglab qo'yg'aysizlar.
yo'lda ketib vaqt olib olgan chog'da demoqchi. Rahmat sizlarga.